Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala maqtovlar bo'lsin. Suyuktu Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Allohdan salom salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum. La ilahe illahu deyishirdi. Bir qissa bor ekan, shu yerda esimga tushib ketdi. Bir oila qizini turmushga bermoqchi bo'lib, qizini chiroyli qilib kiyintiradi arab diyorlarida. Ayollar alohida, erkaklar alohida. Qizini chiroyli qilib kiyintirgandan keyin qizini ko'zi ko'r bo'lib qoladi. Ona deydi, "Men ko'zim ko'rmayapti" deydi. "Biror narsani men ko'ra olmay qoldim, ko'zim ko'rmayapti" deydi. Onasi aqlli ekan, "Qizim, senga ko'z tekkan bo'lsa kerak. Ko'z tekkan bo'lsa kerak. Boyadan beri kelgan mehmonlar hammasi, ayollarni hammasi seni maqtayapti, juda chiroyli ekansiz, kiyimlaringiz yarashibdi, muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin", to'yda tabriklanadi. To'yga kelgan o'sha ayolni, qizini maqtagan hammasini tahorat qildiribdi. Tahorat qilib, suvini to'plab, qizini g'usl qildirsa, baribir ko'zi ochilmabdi. Ko'zi ko'r bo'yicha qoldi. Kiyabolan chaqirishib, "Bu bizni qizimizni ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Endi to'yda nima qilamiz? Ixtiyor sizda, hali nikohingizga olganingiz yo'q" deganda kiyabola aytibdiki, "Men uylanaman, shu qizga uylanaman. Alloh taoloning sinovi shunday bo'lsa kerak. Ko'zi ko'r bo'lsa ham men uylanaman" debdi. Ko'zi ojiz bo'lsa ham men uylanishlikka tayyorman. To'y o'tgan. O'rtadan ancha bir yil vaqt o'tgandan keyin farzand bo'lgan. 9 oydan keyin farzand tug'ilibdi. Umr o'tibdi. Unday bo'lgandan keyin singlisi telefon qildi. Ertalab uyg'onsam, o'sha qiz aytibdi, uyg'onsa ko'zi ochilibdi. Oldin qanday ko'rayotgan bo'lsa, xuddi shunday yana ko'rayotgan ekan. Bu telefonni olib singlisiga chopdi. Singlisi uyda. Birinchi bo'lib uydagilarga o'sha xabarni aytish kerak-da. "Onamga ayt, ko'zim ochildi, ko'zim ko'rishni boshladi" desa, singlisi yig'layapti ekan telefonda. "Tez yetib kel, onang dunyodan o'tib ketdi" deb. Ko'zi tekkan odam dunyodan o'tsa keyin qo'yib yuboradi. Hammaga tahorat qildirgan, onasini o'zini ko'zi tekkan ekan. Hammaga tahorat qildirgani o'zi esdan chiqib qolgan. Nima sababdan men bu qissani aytib beryapman? Boshqalar bizni farzandimizni ko'p yaxshi ko'rmaydi, eng yaxshi ko'rgan o'zimiz baribir. Yoki ayolimizni, yoki mashinamizni ba'zi paytda o'zimizni narsalarni yaxshi ko'ramizsa, "Mashaalloh" deyish esdan chiqib qoladi. "Mashaalloh" desa ko'z tegmaydi. Onasi o'tganligi uchun bu ko'zi ko'rdi, lekin uni onasi juda ham xursand bo'lib ketgan ekanda. "Domla o'qib qo'ying" deb ko'p olib keladi, masalan, "O'qib qo'ying, tamsob qo'ying, Qur'on o'qib bering", injiqlanyapti, yig'layapti, uxlamayapti, kechqurunda qiynalyapti. O'zlarini ko'zi tegadi. 90% ota-onaning o'zini ko'zi tegadi.